Ooh, I'ma flex on my ex, flex on the hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much I want you when I let you. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan Zoqa Qani kanali bo'lmoqda. Do'stlar, bugungi videoroligimizda qanaqa oddiy o'yin o'ynash orqali pul ishlashni o'rgataman. Buning uchun sizlardan talab etiladigan narsa videoni o'tkazmasdan boshidan oxirigacha ko'rish, chunki ba'zi bir joylariga tushunmay qolsanglar ham o'zingizlar qiynalib qolishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, kanalimiz yangi, bu birinchi videorolik bo'ladi. Shuning uchun podpiska qilish uchun obuna bo'lib, videoga like bosib, qayergadir tushunmay qolgan bo'lsanglar yo nimadir xatolik ketgan bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ysanglar, xursand bo'lardim. Bizga kerak bo'ladigan o'yin mana shu. Bu o'yinni qaydan olaman desanglar, bu o'yinni Telegram kanalidan olishingiz kerak bo'ladi. Telegram kanaliga linkni video ostida описаниеda yoki kommentariyada qoldiraman, zakrepleniya qilib, bemalol kirib programmani skechitib olishingiz mumkin. Faqatgina Android uchun, iPhone uchun yo'q. Va kirganingizda sizlardan promokod so'raydi va bu promokodni ham Telegram kanalidan olasizlar. Ko'rib turibsizlar, hozir meni balansimda 0, hozir promokodni kiritganimdan keyin qancha bo'lishini ko'rasizlar. Ko'rib turganingizdek, hozir meni balansimda уже bitta promokod orqali 5 million pul chiqarib olish mumkin bo'lgan valyuta deb hisoblasak, promokodni aytganimiz Telegram kanalidan olishingiz mumkin. Va o'yin kirgandan keyin nima qilishimiz kerak? Juda ham oddiy o'yin. Добро пожаловать в космос. Boshlaymiz o'yinni. Готовы начать. Bo'ldi. Tushuntiryapti mana bu robotcha hozir bizga. Просто yashil knopkachani bosamiz va playda bosamiz. Va bu yerda endi biz nima qilishimiz kerak? Shunchaki ekranni ushlab turib, samolyotni yurdirishimiz kerak. Bu tushuntiraveradi shunaqa. Va mana ko'rib turibsizlar, shunchaki ekranni ushlab turgan holatda yurdiramiz. Bu adashmasam shunchaki uchibniy bo'lsa kerak deb o'ylayman, men ham bilmadim. Tez o'tadi va mana keldik finishga. Nimalardir qilyapti. Ko'rib turganingizdek, men hozir 10 tashladim. Aytgancha chiqib ketishdan oldin biz shunchaki balansimizni ko'paytirib olsak bo'ladi. Agar qancha ishlashimizdan qat'iy nazar, mana bu 4x ga tushirishga harakat qilsak, mana men tushirdim. Va men reklamani ko'rib bo'lganimdan keyin o'zi menga 4x ko'p qilib berdi. Endi yana o'ynashda boshlaymiz. Men o'zi finishga keldim 41 mingta tanga bilan. И все, finish. Finish deydi-yu. Mana ko'rib turibsizlar, agar yana hozir 4x ga tushirsam, buni yana 4 barobar ko'paytirib beradi. Shunga harakat qilaman. Hoppa, mana 4x ga tushirdim. Ko'rib turganingizdek, 4x ga tushirib, reklamani ko'rib bo'lganimdan keyin o'zi 100 qanchadir berdi. Va men o'zi hisobimga 5 million 166 ming yashil tangachadan yig'dim. 5 millionni men promokod orqali oldim. 166 mingni o'yin o'ynab oldim. Va endi bu yerda qanaqa pul ishlaymiz desanglar, hozir buni ko'rsatishdan oldin sizlarga narsani ko'rsatib o'tishim kerak. Mana ekranda turibdi. Sandiqchaga o'xshagan narsa. Buni har 10 minutda bir marta ochamiz. Mana hozir ochamiz. Va har doimgidek reklama. Va mana ko'rib turganingizdek, reklamani ko'rib bo'lganimdan keyin menga 4 ta zashta bilan bitta magnit berdi. Buni o'yinda bemalol ishlatishimiz mumkin. Va endi biz nima qilishimiz kerak? Ko'rib turibsizlar, pastda ko'p razdellar bor. Настройкада kirib o'zingizlar vibratsiyani o'chirib qo'yishinglarni maslahat beraman, chunki juda ham bir bo'lmaydigan narsa, vibratsiya kerak emas. Va keyin bizga kerak bo'ladigan narsa bu pastdagi karyera hisoblanadi. Birinchi o'rinda biz qilamiz, у вас нет аккаунт, создайте его degan joyda bosishimiz kerak birinchi o'rinda va o'zimizni emailimizni yozamiz. Va emailimizni yozganimizdan keyin sozda tugmachasini bosamiz. Загрузка ketadi. Olishingiz mumkin. Endi karyeraga kirib, akkaunt ko'rib turibsizlar, o'zi bizda bor. Endi yana bir marta karyeraga kiramiz. Bizda endi hozir ko'rib turibsizlar, menda hech qanaqa pul chiqarish haqida hech narsa yo'q. Bu yerda biz qanaqa pul chiqaramiz? Va ko'rib turibsizlar, domga kirsak o'rtaga level turibdi. Hozir menda ikkinchi level. Bu pul chiqaradigan joy ochilish uchun bizga 3-level kerak va mana bu balansimizdagi hozir menda 5 millionta balans turibdi. Ya'ni 5 millionta pul turibdi. O'sha
kamida 100 millionta bo'lishi kerak va 100 millionta bo'lgandan keyin boshqatdan karyeraga kiradigan bo'lsak, pastda podarka degan joyda kirib chiqarib olishimiz mumkin. Men bu pulni chiqaraman albatta, buni yig'ib bo'lganimdan keyin va buni chiqarib bo'lganimdan keyin qanaqa chiqarishlariga Telegram kanalimga qisqacha videorolik qilib tashlab qo'yaman. Sizlar ham bemalol Telegram kanalida ko'rib olishingiz mumkin. Chiqarish juda ham oddiy. O'zi mana shu yetib kelgandan keyin shunday kirsanglar, o'sha joyiga Vivid degan joy chiqadi va u yerda Payer bor, любой kashalogilar bor, bemalol chiqarib olsanglar bo'ladi. Va bugungi videorolik shundan iborat edi. Agar videorolik sizlarga yoqqan bo'lsa va foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bundan ham ajoyib videoroliklar chiqishda davom etadi. Va sizlarga hozir bitta savol beraman. Shuni javobini kommentariyga yozib qo'yishinglarni iltimos qilgan bo'lardim. Sizlarga qaysi yo'nalish bo'yicha pul topish qiziqroq? O'yin o'ynash orqali yo vazifa bajarish yo bo'lmasa kriptovalyuta orqali pul topish. Qaysi yo'nalish sizlarga qiziqroq bo'lsa, hammasini kommentariyga yozib qo'ysanglar, birma-bir o'qib chiqaman va qaysi yo'nalish ko'proq bo'ladigan bo'lsa, o'shanga qarab video chiqarishga harakat qilaman. Sizlar bilan Soqqani kanali bo'ldi. Bizdan uzoqlashmang.